bir oilamizni olib chiqqan edik 24 soatda, xudo xolasa. Bularni o'ziga 76 million so'm и 13 ming dollar o'zlariga Andijondan chiqarishibdi, Surxondaryodan, undan tashqari shu Toshkentda 116-maktab o'quvchilari ham yig'ishibdi. Qarang, shu onaxonimiz qolsin, shu bolalarni onasi yonida qolsin deb yig'ishibdi. Alloh rozi bo'lsin. Bizda kartalarimizga mana 212 million pul tushdi. 16.300 dollar. 16 ming, bu yoqdagi 12 ming. Undan tashqari bizni bir hoji onamiz bor. 1 2 3 4 5 pensioner hoji onamiz har safar 500 dollar ajratadi har payshanbalik ehsonimizga. Bir opamiz bor. Bu opamiz safiga men ham qo'shilay deb 2 hafta 3 haftadan beri u ham 200 dollardan beryapti. Mana 200 dollardan yana berib ketdi. Aziz vatandoshlar, qarang, 24 soat ichida butun O'zbekistondagi saxovat beshalar bilan birgalikda 35 ming dollar pul yig'ibmiz. Hamma ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Allohim bu yurtimiz tinch bo'lsin. Amin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Amin. Saxovatpesha xalqimiz doim omon bo'lsin. Amin. Dardmandlarimizga Allohim shifo bersin. Amin. Shuncha xalqimiz bilan mana kurashib, bitta odamni, bitta ayolni saqlab qolmoqchimiz. Xalqimizga ming rahmat Amin. deyman. Amin. Bolalarimiz bunaqa onasiz, otasiz bo'lib qolmasin. Amin. Hamma dardmandlarimizga Allohim shifo bergin. Amin. Mana o'sinim Xudo xolasa tuzalib ketsalar, Amin. bolalar bilan hammamiz duo qilamiz. Allohu akbar.